Bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shiori ostida joylarda kambag'allik reyestriga kiritilgan aholi uchun sog'lomlashtirish oyligi bo'lib o'tmoqda. Ayni shunday tibbiy ko'riklardan biri Toshloq tumanidagi 57-oilaviy poliklinikada 200 ga yaqin fuqarolar uchun tashkil qilingan bo'lib, ular uchun viloyatdan kelgan mutaxassislar xizmat ko'rsatishmoqda. Aholi salomatligini mustahkamlash har bir insonning ijtimoiy faolligini tiklash tibbiyot muassasalarining bosh vazifasidir. Hududdagi fuqarolarni sog'lomlashtirish yo'lida uzluksiz xizmat qilinmoqda. Reyestrga 20.079 nafar fuqaro kiritilib, ular orasidan viloyatdan kelgan mutaxassislar maslahatiga ehtiyoji bo'lganlar mazkur ko'rikka jalb qilindilar. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik mana hamma yo'q, mana misolga hech narsa kam emas, mana yuqtirdan o'tamasak, mana tashlaqlarga, farg'onalarga borardik, mana qand kasalim bordi, men o'zimiz ko'rsatgani kelib, mana bemalol hamma yoqdan o'tib davolaymiz deyapti. Davolanyapti. Dori-darmonlar bilan berdi mana. Davolash va sog'lomlashtirish uchun tashkil qilingan bu tadbirda pluragrafiya o'pka salomatligi mobil kompleksi, mobil oftalmologik klinika, ultratovush tekshiruvi, rentgen, travmatolog, revmatolog, mobil mammografiya xizmati va laboratoriya kabi 27 xil yo'nalish bo'yicha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mazkur ko'rikda nafaqat davolash bo'yicha tavsiyalar, balki to'g'ri va sog'lom ovqatlanish, jismoniy tarbiya hamda sog'lom turmush tarzi kabi burchaklar orqali shifokorlar aholiga ko'rgazmalar yordamida zarur maslahatlarni ham berishyapti. Tadbir davomida esa sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida yosh sportchilar tomonidan namoyishlar ham taqdim etildi. Toshloq tumanida o'tkazilayotgan tibbiy ko'rikda men o'z mutaxassisligim tomonidan gematolog mutaxassis bo'lib ishlayman. Xalqimizni bugungi kundagi eng dolzarb bo'lgan kamqonlik kasalliklari bilan ayollarimizni, bolalarni ko'rdik. Ularga o'zimizni tavsiyalarimizni berdik. O'zim mutaxassisligim bo'yicha 20 ga yaqin bemorni ko'rdim. Shulardan 16 tasiga hisobda ambulator tavsiya berildi, 2 tasini tekshiruv uchun viloyatga jo'natildi. Ayni shunday tibbiy ko'riklardan biri tumandagi yana bir oilaviy poliklinikada ham bo'lib o'tdi. Bizi Qumorliq fuqarolar yig'inida 93-oylik poliklinikamizga ham mana tumanimizdan, viloyatlarimizdan shifokorlar kelib tibbiy ko'riklarni o'tkazishyapti. Biz bundan juda g'oyatda xursandmiz. Bizi ko'p kasallarimiz kelib chetdan foydalanyapti. Lor masalasi bo'yicha keldik. Mana chiroyli kutishib oldik. Maslahatlar berishdi. Xudoga tabletka, dorilar, darmonlar yozdi. Shuningdek, tuman shifokorlari tomonidan harakatlana olmaydigan fuqarolar uchun ham zarur xizmatlar doimiy ravishda ko'rsatib kelinadi. Mana shunday chegga hududlarda tibbiy yordamga muhtoj kambag'allik reyestriga kiritilgan aholini sog'lomlashtirish uchun bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi tibbiy ko'riklarni viloyat bo'yicha davomli bo'lishi borasida ham muhim chora-tadbirlar belgilab qo'yilgan. Zero, sog'lom jamiyat taraqqiyotning asosi hisoblanadi.